Har xil trendlarni orqasidan qovurmasdan onajonlarimiz har doim tayyorlab beradigan 100% o'xshab chiqadigan retsept bo'yicha pirog tayyorlaymiz. 4 ta tuxumni chaqamiz, ichiga 2 piyola shakar va 1 piyola o'simlik yog'i, xohlasangiz sariyog' solishingiz ham mumkin. 1 chini qatiq, 1 chini tuz, 3,5 piyola un va 2 choy qoshiq razrixli tuz solamiz. Retsept tushunarli bo'lishi uchun grammlarda emas, idishlarda o'lchab ko'rsatdim. 1 piyola uyitilgan mayiz va xohlaganimizcha yong'oq solamiz. Bu o'zingizning xohishingizga binoan yaxshilab aralashtiramizda qizib turgan duxovkaga past gradusga 40 daqiqaga jo'natamiz. Umuman ochmaymiz. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, xohishga ko'ra yong'oq mag'zlari bilan yaxshilab bezay berib olamiz. Pishib chiqqunga qadar baviy bilan hech qayerni tozalamaymizda, shunchaki kitob o'qib turamiz, chunki oshqozonni ozuqasi taom bo'ladigan bo'lsa, miyani ozuqasi kitobdir. Kuniga 2 sahifadan kitob o'qishga odatlansangiz ham 1 yilda ancha-muncha kitob o'qib qo'yasiz. Siz oxirgi marta qaysi kitob o'qidingiz? Mana pirogimiz ham 40 daqiqada bomba bo'lib pishib chiqdi. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan-da ajoyib retseptlar bilan yana ko'rishamiz. Har xil trendlarni orqasidan qovurmasdan onajonlarimiz har doim tayyorlab beradigan 100% o'xshab chiqadigan retsept bo'yicha pirog tayyorlaymiz. 4 ta tuxumni chaqamiz, ichiga 2 piyola shakar va 1 piyola o'simlik yog'i, xohlasangiz sariyog' solishingiz ham mumkin. 1 chini qatiq, 1 chini tuz, 3,5 piyola un va 2 choy qoshiq razrixli tuz solamiz. Retsept tushunarli bo'lishi uchun grammlarda emas, idishlarda o'lchab ko'rsatdim. 1 piyola uyitilgan mayiz va xohlaganimizcha yong'oq solamiz. Bu o'zingizning xohishingizga binoan yaxshilab aralashtiramizda qizib turgan duxovkaga past gradusga 40 daqiqaga jo'natamiz. Umuman ochmaymiz. Ustiga tuxum sarig'ini surtib, xohishga ko'ra yong'oq mag'zlari bilan yaxshilab bezay berib olamiz. Pishib chiqqunga qadar baviy bilan hech qayerni tozalamaymizda, shunchaki kitob o'qib turamiz, chunki oshqozonni ozuqasi taom bo'ladigan bo'lsa, miyani ozuqasi kitobdir. Kuniga 2 sahifadan kitob o'qishga odatlansangiz ham 1 yilda ancha-muncha kitob o'qib qo'yasiz. Siz oxirgi marta qaysi kitob o'qidingiz? Mana pirogimiz ham 40 daqiqada bomba bo'lib pishib chiqdi. Retsept yoqqan bo'lsa, yurakchani bosib sahifamga obuna bo'lib qo'ysangiz, bundan-da ajoyib retseptlar bilan yana ko'rishamiz.